Assalomu alaykum hammaga, xayrli tong hammaga. Hurmatli obunachilar, mana sizlar bilan tovuq boqish masini ham ko'rib o'tamiz. Mana tovuqlarimizni shunday katak qilib berdik. Bular broilerlar donlarini yeyishib, shunday yeyishadi. Bular esa xonaki tovuqlar. Xonaki va broiler tovuqlari hammasini birgalikda katta qilyapmiz. Mana bu yerda esa kurka, indyuk. Bu ham ona indyuk bu. Bu ham shular bilan tovuqlar bilan birgalikda katta bo'lyapti. Bu tovuqlarimizda don beradigan joyi. Mana shu tarzda donlarni yeyishyapti, katta bo'lishyapti. Hozir qish oyi, yanvar oyi bo'lgani uchun tovuqlar hali hammasi tuxumga kirmagan. Ularga shu nimasi uchun mana shunday balonlar tuxum qo'yishlari uchun qo'yib qo'ydik. Hozircha bitta tavug'imiz tuxum qo'yishga kirgan. Bu yerda hozir 30 ta tovuq bor. Bulardan 27 tasi ona tovuq, 25 ta ekan. 25 tasi hammasi ayol ona tovuqlar. 5 talar xo'roz bor ichida, 30 tadan va bitta indyukchamiz ham bor. Shunday katta bo'lishyapti bular. Hademay hammasi tuxumga kirishadi. Mana bunisi suv don beradigan idish. Buni to'ldirib olishgan bular somonga, nimalarga. Chunki buni tagiga, tovuqlar tagiga qishda sovuq yemasligi uchun mana shunday somon sepib qo'yganmiz. Shuning uchun bular mazza qilib o'ynab, xuddi tashqaridagi sharoitni ichkarida qilib berganmiz, o'ynab mazza qilishlari uchun. Hamda bu somon tashlaganimiz sababi tagiga qishda kunida sovuq yemasligi uchun, oyoqlarini tagi namlab ketmasligi uchun. Bu katagimizni tashqari tarafda ko'rinishi boya ichkaridan videoga oldim. Mana katta katak. Bular uchun qulay sharoit, yaxshi tuxum tug'ib, yaxshi o'sib, katta bo'lishlari uchun. Broilerlarimiz suyishga, suyib yesa bo'ladigan darajada nima qilib qilsa bo'ladi. Uy tovuqlari ham katta bo'libdi, hammasi birgalikda tuxum ham tug'adi. Bular hademay tuxumga ham kirishadi. Asta-asta birin-ketin mana shunaqa qilib katta katak yasaganmiz. O'zlari uchun qulay sharoit qilib, taglariga somonlar tashlab, mazza qilib o'ynab, kulib, yeb ichishlari uchun. Mana ularga hattoki mana xonaki tovuqlar uchun mana shunaqa nimalar, cho'plar ham qilib sharoitlarni qilganmiz. Hozirda yanvar oyi. Ana shu balonchalarga tuxum tug'ishni ham boshlashyapti. Hali bittasi boshladi, asta-asta birin-ketin boshlashyapti. Mana shunday qilib bu eshikchasidan mana shunday ochib kirish uchun ustidan mana bu yerdan qo'llarini qo'yib qo'yganmiz. Erkin yuvishlari uchun kattagina zdaniya qilib sharoitini qilganmiz. Hurmatli obunachilar, tovuq boqish sirlari, asrorlari bilan hammangizni ko'rsatib borishga hammangizga harakat qilaman birin-ketin. Mana bular ham broilerlar ham semirib kattagina bo'lib qolishgan. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmasin. Like hamda like bosishni ham esdan chiqarmasin, podpiska bosishni va fikrlaringizni izohlarda qoldirishingizni so'rab qolaman.